Bu aralashtirilmagan oq sharobdan olib keltiring. Xo'p bo'ladi. Suhbatlaringni bo'lib qo'ymadimmi? Qani topchi, kim haqida suhbatlashayotgan edik? Mehmet, uzr. Hech qisi yo'q. Rostdan ham kechirasan. Qaytanga yaxshi bo'ldi. Endi hech qachon sensiz dala hovliga borib bo'lmasligini tushunib yetdim. Quloqlarimga ishonmayapman. Men seni qadimgi davr haykallarga qiyoslab yurardim. Yanglishgan ekanman. Aysu, Yomon gap aytmadim shekilli, Filiz. Mayli, men ketishim kerak. yo'l bo'lsin Aysu. Jon bilan ko'rishishim kerak. Aybga buyurmaysizlarmi? Yo'q, o'zingga qara. Har holda men kelganim uchun ketmayotgan bo'lsang kerak. Yo'q, kelganingni ketishimga nima aloqasi bor? Qolaversa, uchalamiz birga o'tirsak, suhbat zerikarli tus olishiga aminman. Ko'rishguncha. Yaxshi qoldi, Gunajon. Marhamat, janob. Yaxshi o'tiringlar. Rahmat. Hayot qanchalar hayratlanarli. Nega unday deyapsan? Seni birinchi marta ko'rgan paytimni esladim. Qayerda ko'rgan eding? Kemasozlik korxonasida. O'sha paytni eslaysanmi? Albatta. Hatto yonimda Hasan og'ayim bor edi. Hayajon bilan meni turtib seni ko'rsatgan edi. Qara, Safo karvonchi o'g'lining qizi degan edi. Buni nimasi hayratlanarli? Karvonchi o'g'lining qizi bilan payvandchi Mehmetni bu yerda birga o'tirishi. Menimcha hayratlanarli narsa bilasanmi nima? Nima? Ish yuzasidan emas, shunchaki suhbatlashish uchun bu yerga kelishing. Yagona. Narmin, nima bo'ldi hayotim? Nega uyingdan ketmoqchisan? Biror muammo chiqdimi? Hech qanaqa muammo yo'q. Mo'g'anikida turgim kelyapti. Oyinikida siqilib ketdingmi? Yo'q, bunga emas. Mo'g'a menikida tur deb qo'ymayapti. Anchadan beri uyiga bormaganimga xafa bo'lib yurgan edi. Bo'pti jonim. Seni unikiga tashlab qo'yaman. Men ham bir muddat dadamnikida qolganim yaxshi bo'ldi. Uydagi vaziyat asta-sekin yaxshilanib boryapti. Xursandman. Endar, qattiq sovqotyapman. Tezroq ketaylik. Men yoningda ekanman, sovqotmaysan. Yur jonim. 14 Yoshimgacha hayotim ertakka o'xshardi. Oyim, dadam, akam. Dam olish kunlari hammamiz birgalikda sayr qilishga borardik. Keyin birdan dadamning ishlari ko'payib ketdi. Hatto bir kuni dadamni ko'rish uchun kechasi yotgan joyimdan turib ularning xonasiga borishga ham majbur bo'ldim. Keyinchalik dadam umuman uyga kelmay qo'ydi. Uni onda-sonda ko'rishdan ham mahrum bo'ldim. Keyin esa dadam meni Londondagi bir internat maktabga yubordi. Hayotning qiyin onlari men uchun o'sha yerda boshlandi. Xullas, ancha yil London, Nyu-Yorkda qolib, oilamdan uzoqda yurishga majbur bo'ldim. Ha. Bekorga dovulning ovozi uzoqdan quloqqa yoqimli eshitiladi deyishmas ekan. Agar buni boshqalarga aytsang, manoqli bir film ko'rgandek mirg'ib eshitadi. To'g'ri aytasan, hech narsa ko'ringani kabi emas. Xo'sh, seni bolaliging qanday o'tgan? Bolaligim to'g'risida nimani ham gapirib beraman. Meniki senikiga o'xshab sarguzashtlarga boy emas. Bu yog'iga men baho beraman. Meni bolaligim ertadan kechgacha to'pning orqasidan yugurish bilan o'tgan. Yo'q, bu menga juda qiziq tuyulyapti. Meni mana shunaqa xotiralarim bo'lmagan. Yillab to'pning orqasidan yugurdim. Keyin bir kuni xabar keldi. O'shanda ham og'aynilarim bilan futbol o'ynayotgan edik. Dadam
dadangga nima qildi? Qo'y, o'sha kunlarni eslamay. Nima, biror kor hol ro'y berganmidi? Dadamni olib ketishdi. Ulardan 7 yilga judo bo'ldik. Nima uchun? Nega juda bo'lasizlar? Hayotning qiyin davri ana shundan keyin boshlandi. Dadam ketgandan keyin ro'zg'orning butun yuki meni zimmamda qoldi. Bir temirchiga shogird tushdim. Temirchilik qanday kasbligini bilasanmi? Eski kasblardan bilmasligim tabiiy. Hozir bu kasb bilan shug'ullanadigan odamlar deyarli qolmadi. Maradonadek bo'lish orzuyim payvandchilik bilan almashdi. Keyin mana bu ishlar. Seningchi bular hayratlanarli emasmi? To'g'risini aytganda hayratlanarli. Xo'sh, dadangdan nega 7 yilga judo bo'lgansizlar? Boshqa safar aytib beraman.